Ayolsiz necha? 7. Eng baland ball qaysi sectiondan chiqqan? Adashmasam listening. Necha? 8. Eng pastchi? Eng pasti writing 6. Nimani hisobiga listening baland chiqqan deb o'ylaysiz? Ko'p podcast eshitganim, ko'p video ko'rganim, ko'proq imitation qilganim. Writing nimaga past chiqqan? Menimcha kamroq yozganman, shoshilib qolganman exam paytida. Tezroq o'sha paperni to'ldirish. IELTS topshirmoqchi bo'lganlarga nima tavsiya berasiz? Hamma sectionga ishlash kerak, no shoshilmasdan, alohida. Ko'pincha menimcha listeningga ishlaganlar yaxshi. Bizda domlamizda bitta qoidalar bor edi. Har doim podcast bilan yuringlar. Quloqlaringda quloqchi bilan listening qilib yuringlar. Ko'pincha listening orqali listening oshadi, kitob o'qish bilan kitob o'qish, reading, speaking qilish bilan speaking. Ya'ni faqatgina tips and tricks emas, ya'ni o'sha grammar, general English o'zini o'rganish ko'proq kerak deb o'ylayman. Ham qiziqarli bo'ladi. Ingliz tili sizda hayotingizga nima olib kirdi? Ingliz tilini o'rganganimdan keyin ne только gapirishni o'rgandim, no chet el o'qishlarga ham qabul qilindim.